Ko'pchilik qizlarimiz tomonidan kelayotgan savolga javob bermoqchiman. Pul tikilmaydimi? Fabele kompaniyasi millionlab oylikka chiqish imkoniyati bor. Aynan siz bu biznesda pul tikmasdan pul ishlay olmaysiz, lekin bu kompaniyaga katta pul tikish kerak emas. Siz atigi 1500 rubl bilan bemalol o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin va keyin siz ham 21 kunda kamida 80 ming rubldan 80 million rublgacha daromad olishingiz mumkin. Xarajatsiz harakat nolga teng. Hech qaysi biznes sarmoyasiz bo'lmaydi. Siz daromad topishni xohlaysiz, lekin arzimagan pul uchun siz o'zingizni to'xtatib qolyapsiz. Pul topishni xohlaysiz, lekin xarajatga kelganda qochasiz. Fabele kompaniyasiga a'zo bo'lgandan keyin siz hech qanaqa pul bermaysiz. Faqatgina Fabele marketing plan bo'yicha siz pulingizga mahsulot olib sotasiz yoki mahsulotni o'zingizga ishlatasiz. Pulni tovarga almashasiz. Nega daromad topishni xohlaymiz, rasxodga kelganda to'xtaymiz. 1500 rubl sizni hech ham qo'rqitmasin. Ertaga bu biznesda katta millionlab daromad topganingizda bu oylik menga kerak emas demaysiz-ku, to'g'rimi? Men ham boshida bu biznesga kirib kelganimda ikkilanganman, tovar olishga qo'rqaman. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Birgina tavakkal sizni butun hayotingizni o'zgartirishi mumkin.